Sharqi Turkistonda 4,8 faoliyat davrdi. Xitoy yer tavrash to'ri markazining e'lon qilishicha, yer tavrash markazi Turpan viloyatining 90 noyasida bo'lib, yer tavrashning tavrash markazining cho'nqurligi 20 kilometr deb xotirlangan. Urumchi, Korla va Sanji qatorliq har qaysi joylarda his qilingan yer tavrashda hozirga qadar hayotiy va mol-mulk ziyni haqida ma'lumot berilmadi. Uyghur harakatining rahbari Roshan Abbas islom dunyosiga chaqiriq qildi. Roshan Abbas sinliq bayonotida islom dunyosining Xitoyning sistemalik irqiy qirg'inchiligi va musulmon Uyg'urlarga qaratgan assimilyatsiya siyosatiga sukut qilganligidan qattiq iztirob chekkanligini aytdi va dunyo musulmonlariga chaqiriq qildi. Roshan Abbas mundaq dedi: Xitoy kommunizm ideologiyasini dunyoga kengaytirishga tirishyotidi. Shundaqla butkul dunyoga ta'sir ko'rsatyotidi. Buning bilan Xitoy Kompartiyasi demokratiya, erkinlik va islom dunyosining muvaffaqiyatlariga tahdid soladi. Islom dunyosining musulmon Uyg'urlar tortgan irqiy qirg'inchilik oldida sukut qilishi meni baq qayg'uga soldi. Musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizning tegishlik nasibimiz bor. Islom dunyosining birligi nada? Vayron qilingan musulmonlarni qo'g'daydigan qarindoshlarimiz qayerda? Uyg'urlar islom dunyosidan tegishli qo'llashga erisholmasligining iztirobini tortmoqda. Ammo meningcha musulmon jamiyatlarmi rahimsiz yolg'onchilik bilan to'lgan Xitoy tashviqotining qurboni. Agar islom dunyosidagi qarindoshlarimiz yuz berayotgan ishlar to'g'risidagi haqiqatni bilgan va musulmon Uyg'urlarning hayot qilish uchun tortgan azoblarini anglagan bo'lsa edi, ularning bizni yolg'iz tashlab qo'yadiganligiga ishonmayman. Xitoy texnika magnati Huawei Amerika yo'lga qo'ygan jazo sababidan aqliy iqtidorli telefon uchun yasalgan bir taraf qilg'uch o'znikini ishlab chiqarishni oxirlashtirganligini e'lon qildi. Bu shirkatning iste'mol mahsulotlari direktori Richard Yu 15-sentabrdan keyin bir taraf qilg'uch ishlab chiqarmaydiganligini aytdi. Ularning Amerika texnikasini ishlatadigan shirkatlar bilan hamkorlashmaydiganligini eskartib, Yu bu shirkatlardan mustaqil holda davomli bir taraf qilg'uch ishlab chiqara olmaydiganligini tilga oldi. Taxminan 180 ming odamni o'rlashtirdigan Huawei Xitoyning josusligiga qulaylik yaratib berganligi sababli Amerikaning jazosiga uchirgan. Embargoga asosan bu Xitoy shirkatining Amerika shirkatlari bilan hamkorlashishi cheklangan. Oldin qayda Trump hukumatı Huawei'ni o'z ichiga olgan Xitoy texnika shirkatlarining xizmatchilariga sayohat cheklamasi qo'ydi. Ular Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligi qatorliq mustabid siyosatlarni qo'llash bilan ayblandi. Tarixdagi eng ajallik yuqumning biri bo'lgan va qora o'limni keltirib chiqargan ko'pikchi vaboning Xitoyda qayta paydo bo'lishi andish qo'zg'adi. Ichki Mo'ng'ul avtonom rayonidagi Nurbayon shahrida yana bir kishining ko'pikchi vabosi sababidan qazo qilganligi bildirildi. Hafta oxirida ko'pikchi vabo sababidan bu rayonda bir odam o'lgan edi. Shaharning 3-nomerlik ogohlantirish holatiga o'tganligi va buning yil oxirigacha davomlashadiganligi bayon qilindi. Oldin qayda Ichki Mo'ng'ulda 15 yoshlik bir bola hayvondan insonlarga tarqaldigan ko'pikchi vabo sababidan qazo qilgan. Livan prezidenti Aven poytaxt Beyrutda yuz bergan ig'ir portlashdan keyin voqeaning sababiga qarata har tarafdan tekshirishning ilib berayotganligini ta'kidladi. Livanning poytaxtida yuz bergan ig'ir portlashdan keyin kishilar dastlabda portlashning sababi bexastalik va boshqarish masalasi yoki hodisa bo'lishi mumkin deb faraz qilgan. Hozir bu davlatning prezidenti Michel Aven 3-sababni aniq tilga oldi. U raketa yoki bomba hujumi mumkinchiligini yo'qqa chiqarg'ili bo'lmaydiganligini aytdi. Hukumat e'lon qilgan eng yangi uchurga qaraganda, chorshanba kuni yuz bergan ig'ir portlashda kam deganda 154 odam qazo qilgan, 5 mingdek odam yaralangan. Beyrutdagi 300 ming aholi uy makonsiz qolgan.